Vikki Kaushal zamonaviy Bollivudning eng iste'dodli, mehnatkash va haqiqiy aktyorlaridan biri. Uning kinodagi yo'li ko'pchilik yulduzlar kabi tanish-bilishchilik bilan boshlanmadi. U o'z o'rnini kichik rollardan boshlab, ulkan mehnat va sabr bilan zabt etdi. Bollivudda tanish-bilishchilik haqidagi bahslar avj olgan bir paytda Vikki Kaushal o'z iste'dodi bilan butun Hindistonni o'ziga qoyil qoldira oldi. U ekranda shu qadar tabiiy va samimiyki, tomoshabin uni o'z yaqinidek qabul qiladi. Ammo bu oddiylik ortida professional mahorat va tinimsiz mehnat yotibdi. Vikki Kaushal 1988-yil 16-mayda Mumbayning chekkaroq hududidagi kichik bir xonadonda tavallud topdi. Uning otasi Sham Kaushal Bollivudning mashhur kaskadori va jang sahnalari ustasi. Biroq otasi o'g'lining kino olamidagi qiyinchiliklarni ko'rishini istamagan edi. Vikki muhandislik sohasida tahsil oldi va kompyuter texnologiyalari bo'yicha diplomga ega bo'ldi. Ammo idorada o'tirib ishlash unga mutlaqo begona edi. Men muhandislik diplomini oldim, lekin ichki ovozim meni sahnaga chorlardi. Otamning kino maydonchasida qanday ter to'kishini ko'rib ulg'aydim va bu soha naqadar shafqatsiz ekanini ham bilardim. Lekin baribir tavakkal qildim, deydi u intervyularda. Vikki o'z faoliyatini rejissyor assistenti sifatida boshladi. U Anurag Kashyapning Vasepur to'dalari filmida ish o'rgandi. Uning aktyor sifatidagi ilk yirik ishi esa Masan filmida bo'ldi. Bu filmda u jamiyatning eng quyi qatlamidan chiqqan, o'liklarni kuydirish bilan shug'ullanuvchi yigit rolini ijro etdi. Vikkining bu filmdagi yig'isi va iztirobi shu qadar ishonarli ediki, Kann kinofestivalida tomoshabinlar uni tik turib olqishlashdi. Bu Bollivud uchun yangi bir iste'dod sohibining tug'ilishi edi. 2019-yil Vikki Kaushal karyerasida oltin yil bo'ldi deyish mumkin. Uning Urizi Surgisal Strike filmidagi mayor Vihan Singh Shergill roli butun Hindistonni oyoqqa turg'izdi. Uning filmdagi House the Josh, shijoat qanday degan hayqirig'i milliy shiorga aylandi. Bu roli uchun Vikki Hindistonning eng oliy kino mukofoti, milliy kino mukofotiga loyiq ko'rildi. Men uchun bu shunchaki rol emas edi. Bu harbiylarga bo'lgan hurmatimning ifodasi edi. Men bu film orqali mas'uliyat nima ekanini tushundim, deb eslaydi Vikki. Vikki Kaushal faqat bitta obrazga yopishib qolmaydigan aktyorlar sirasiga kiradi. Sanjo filmida u bosh qahramonning sodiq do'sti rolini ijro etdi. Ko'pchilik Vikkining ijrosi hatto Ranbir Kapurnikidan ham ta'sirliroq bo'lganini ta'kidlaydi. Sardar Udham tarixiy dramasida Vikki ozodlik kurashchisi Udham Singhning iztiroblari va qasosini yuksak mahorat bilan ko'rsatib berdi. Razi filmida u Aliya Bhat bilan birga suratga tushdi. Bu filmda u pokistonlik zobit rolini shu qadar muloyim va oliyjanob qilib gavdalantirdiki, tomoshabinlar uning dushman tomon vakili ekanini ham unutib qo'yishdi. Vikki Kaushalning shaxsiy hayoti 2021-yilda butun dunyo e'tiborida bo'ldi deyish mumkin. U Bollivudning eng go'zal aktrisalaridan biri Katrina Kaif bilan turmush qurdi. Ularning sevgi qissasi juda sirli va go'zal kechdi. Vikki rafiqasi haqida shunday deydi: Katrina hayotimga xotirjamlik olib kirdi. U juda dono va tajribali inson. Biz bir-birimizni so'zsiz tushunamiz. Uning yonida men o'zimni haqiqiy Vikki sifatida his qilaman. Bu nikoh Vikkining nafaqat shaxsiy hayotini, balki uning Bollivuddagi maqomini ham yanada yuksaltirdi. Ular hozirda Hindistonning eng sevimli yulduzli juftliklaridan biri sanaladi. Vikki Kaushal mashhurlikka erishgan bo'lsa-da, o'z aslini unutmagan, u hamon o'sha kamtar yigit bo'lib qolgan. Uning intervyularidagi samimiylik va har bir muxlisiga bo'lgan hurmati uni boshqalardan ajratib turadi. Men hech qachon o'zimni yulduz deb hisoblamayman. Shunchaki o'z ishini sevadigan aktyorman. Muvaffaqiyat bugun bor, ertaga yo'q narsa. Lekin mehnat va insoniylik hamisha siz bilan qoladi, deydi Vikki. Vikki Kaushal doimiy harakatda. U so'nggi yillarda komediya janrida ham o'zini sinab ko'rdi. Zara Hatke, Zara Bachke, shuningdek Sam Bahadur filmida Field Marshal Sam Manekshaw obrazini yaratib, aktyorlikning yangi cho'qqisini zabt etdi. Uning har bir roli bu yangi bir dunyo. U prodyuserlar uchun ishonchli kafolatga aylandi. Vikki ishtirok etgan film nafaqat kassabob bo'ladi, balki san'at asari sifatida ham yuqori baholanadi.